Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bugungi brifingda Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan shaxslarning tasvirga bo'lgan huquqlari himoyasini kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasining mazmun-mohiyatiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Avvalambor loyihani ishlab chiqishdan maqsad kishilarning shaxsiy daxlsizlik huquqi himoyasini kuchaytirish va o'z tasviriga bo'lgan huquqlarini mustahkamlash hisoblanadi. Loyihani ishlab chiqish zarurati shundan iboratki, oxirgi 3 yilda kishiga ma'naviy yoki moddiy zarar yetkazish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor etish, shaxsiy hayot daxlsizligiga buzishga oid ma'muriy huquqbuzarliklar 2,5 barobar. Bu boradagi jinoyat ishlari salkam 40% ga oshgan. Xususan kishilar to'liq yoki qisman yalang'och bo'ladigan joylarda ham kuzatuv kameralari o'rnatilmoqda va ayrim holalarda undagi tasvirlar internetda tarqatilmoqda. Masalan, do'konlarning kiyim almashtirish xonalari, hammomlar, yotoqxonalar, ayrim tibbiyot xonalarida, masalan, UZI tekshiruv uchun mo'ljallangan xonalarda o'rnatilgan video kuzatuv kameralari ko'plab e'tirozlarni keltirib chiqarmoqda. Bu singari holatlarni oldini olish uchun Adliya vazirligi tomonidan amaldagi milliy qonunchilik va 30 ga yaqin xorijiy davlatlar, jumladan Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, AQSh tajribasi o'rganilib, Fuqarolik kodeksi, Mehnat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqildi. Loyiha bilan quyidagi tartiblarni o'rnatish taklif etilmoqda. Umumiy qoida tariqasida har qanday kishining foto yoki video tasvirdan foydalanish uchun uning roziligi talab qilinadi. Agar shaxs 16 yoshdan kichik bo'lsa, uning ota-onasi rozilik beradi. Quyidagi holatlarda esa tasvirdan foydalanish uchun hech qanday rozilik talab qilinmaydi. Tasvirdagi kishiga nisbatan qidiruv e'lon qilishda, jamoat joylarida, ommaviy tadbirlarda shaxsni tasvirga olishda, ma'muriy huquqbuzarlik, jinoyat haqida xabar berishda, tasvir uning egasi tomonidan hamma foydalana oladigan ochiq ma'lumot manbalariga, aytaylik internetga joylashtirilgan bo'lsa, jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida video kuzatuv tizimlari orqali tasvirga olishda. Shu bilan birga davlat xizmatchilarini ularning roziligisiz tasvirga olish mumkinligi belgilab ketilmoqda. Ya'ni o'z xizmat vazifasini bajarayotgan davlat xizmatchilarini ulardan so'ramagan holda rasm, videoga olish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari kishilar qisman yoki to'liq kiyimsiz bo'ladigan joylarda video kuzatuv kameralarini o'rnatish va shaxslarni tasvirga olish taqiqlanmoqda. Jamoat joylarida video kuzatuv tizimlari o'rnatilsa, bu haqda aniq va barchaga tushunarli ogohlantiruvchi belgi o'rnatilishi shart. Qonunni qo'llashda turli talqinga sabab bo'lmasligi uchun jamoat joyi tushunchasiga ham ta'rif berib ketilmoqda. Shuningdek, Mehnat kodeksiga xodimni tasvirga olish, ushbu tasvirlardan foydalanish uchun xodimni oldindan ogohlantirish va roziligini olish tartibi ham belgilanmoqda. Loyiha bilan shaxsiy va oilaviy sirlarni tashkil etuvchi axborotni to'plash yoki tarqatish maqsadida axborotni yashirincha olishga mo'ljallangan texnika vositalaridan foydalanish uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ushbu normani kiritish zarurati shundaki, mehmonxonalar, yotoqxonalarga yashirin kameralar o'rnatilib, kishilarning haddan tashqari shaxsiy sirlarini ularning roziligisiz va xabarisiz to'plash hollari kuzatilmoqda. Loyiha aholining fikr va mulohazalarini o'rganish asosida takomilliga yetkazilib, yuqori turuvchi organlarga kiritiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.